Hayit ayyomini 3-kuni hech xatga bormasdan uyda aqlli qiz bo'lib ish qilib o'tirgan bu bittasiman, ikkinchisi meni ko'rib turgan siz albatta. To'g'risi hamda nima qilasiz tog'da, hamma tog'da boda bo'lsa, narxlar ham osmon bo'lib ketgan. O'shaning uchun teppa-tekin siz ham rasxod qilmaysiz, sizga ham rasxod qilishmaydi, zato uyingiz toza bo'lib, hamma joylaringizni tozalab olasiz. O'zingizga o'zingizlar motivatsiya berib ishlarni qilaveringlar, eringlardan xafa bo'lib, baribir sizlarni hech kim hech qayerga olmaydi. Mana buni mardlarcha tan olgan holda birinchi bo'lib ikkinchi yo'lagimizni hamma zapchastlarni paratkalab, keyin bo'lsa bir ertaga ota-onamnikiga hayitli qilib ketib 2-3 kun yotib qolish niyatim bor. O'shaning uchun hamma xonalarimni yig'ishtirib, hamma birinchi bolajonlarning xonasini yig'ishtirdim. Ikkita o'g'illarim xonasida jang tushadi. O'shaning uchun hamma yoyilib ketadi. Keyin bo'lsa hamma pastellarni Timson parashoklarda kir moshinaga savardim. Timson parashoklarning hidi shu darajada xushbo'y bo'ladi. Bemalol kiyimlardan bormi, pasteldan bormi bir hafta yumshoq hidi ketmaydi. Bolajonlarning kiyimiga ham pasteliga ham bemalol ishlatiraman, sababi umuman allergiya bermaydi, ham top-toza qilib yuvib beradi. Qurigan hamma kirlarimni chiroyli qilib taxlab, hammomlarga joylab qo'yganimdan keyin o'zimni xonamni yig'ishtirishni boshladim. Pastellarni alishtirib, oynamni oldidagi 3 kunlik bo'yangan hamma matahimni xo'jayinim aytganlaridek yig'ishtirib joylab qo'ydim. Aytgancha Timson parashoklarni Yandex Market va Uzum Marketdan zakaz bersanglar bo'ladi. Sizlar ko'rayotgan 1,5 minutlik videoga meni 3-4 soat vaqtim ketdi. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta yo'lchani bosib ketinglar.